Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi nasihat o'zimga, birodarlarimga va barcha musulmonlarga quyidagi nasihatni tavsiya qilaman. Dunyoni qalbingizdan chiqarib tashlang. Ramazon va ro'zaning buyuk maqsadlari. Ramazon va ro'zaning eng muhim maqsadlaridan biri dunyo muhabbatini qalbdan chiqarish, oxiratni qalbga joylashtirish va hayotda ushbu tamoyilga amal qilishdir. Shuning uchun ey musulmon birodarim, ey mu'mina opa-singillarim, ro'zaning maqsadlariga erishishga astoydil harakat qiling. Ro'zaning asosiy maqsadlaridan biri insonni dushmanlaridan ozod qilish, to'siqlardan xalos etish va dunyoda ham oxiratda ham saodatga erishish yo'lini ochishdir. Qisqacha aytganda, ro'za ozodlik yo'lidir. Ro'za insonni jaholat va orqaga tortuvchi omillardan xalos qiladi. Ro'za insonni qanday qulliklardan ozod qiladi? Ro'zaning eng buyuk maqsadlaridan biri insonni quyidagi 4 turdagi qullikdan ozod qilishdir. Birinchisi, shaytonning asirligidan qutulish. Ro'za shaytonning yo'llarini toraytiradi, vasvasalarni zaiflashtiradi va insonni shaytonning tuzoqlaridan ozod qiladi. Ro'za shahvatlar ustidan nazorat o'rnatib, insonni shaytonning hiylalaridan himoya qiladi. Ikkinchisi, shahvatlar qulligidan ozod bo'lish. Ro'za dunyo muhabbatini qalbdan chiqaradi, chunki u shahvatni tiyadi va yomon odatlardan xalos qiladi. Ortiqcha gapirish shahvati, ovqat va ichimlikka bo'lgan ochko'zlik, nafsning orzu-havaslari, ayollarga haddan tashqari moyillik, noto'g'ri ovqatlanish odatlari, baxillik va ochko'zlik, shuhratparastlik va riyokorlik. Ro'za qalbni barcha bu yomon illatlardan poklaydi. Uchinchisi, nafs va havoga bo'ysunishdan xalos bo'lish. Ibn Humom rahimahulloh aytadilar: ro'za insonning yomonlikka undovchi nafsini tinchlantiradi va ortiqcha istaklarini sindiradi. Haqiqatan ham, agar inson nafsini yenga olsa, u har narsaga qodir bo'ladi. Ammo u agar nafsiga bo'ysunsa, har narsadan mag'lub bo'ladi. To'rtinchisi, gunohlardan va ma'siyatlardan qochish. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadi: ro'za qalb va a'zolarning sog'ligini saqlaydi va ularni shahvatlarning asoratidan ozod qiladi. Ro'za qalqondir deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qalbni dunyodan qanday tozalash mumkin? Birinchisi, shaytonning yomon ta'sirlaridan qutulish. Ikkinchisi, shahvatlardan xalos bo'lish. Uchinchisi, nafs ustidan nazorat o'rnatish. To'rtinchisi, gunohlardan tiyilish va tavba qilish. Dunyo va oxiratning haqiqatlari. Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarlarning tilidan shunday deydi: ey xalqim, bu dunyo hayoti faqatgina matodir, oxirat esa haqiqiy qaror topadigan joydir. G'ofir surasi 39-oyat. Mato dunyo faqat ozgina foyda beradigan narsa. Mato ya'ni dunyo vaqtinchalik, baribir ketadi. Mato ya'ni dunyo abadiy emas, u yo'q bo'ladi. Ammo oxirat esa abadiy turadigan joydir. Shuning uchun ey birodar, o'z umringizni o'tkinchi narsalarga sarflash o'rniga abadiy hayot uchun tayyorgarlik ko'ring. O'z qalbingizni dunyo muhabbatidan xalos qilib, oxiratga intiling. Dunyo matolari faqatgina vaqtinchalik zavqlardir. Alloh taolo aytadi: odamlarga ayollar, farzandlar, tilla va kumushdan topiladigan boyliklar, chiroyli otlar, chorva va ekinlarga bo'lgan muhabbat go'zal qilib, ziynatlanib ko'rsatildi. Bular faqatgina dunyo hayotining matosidir. Allohning huzurida esa eng go'zal oqibat bordir. Oli Imron surasi 14-oyat. Ya'ni dunyo matolari shunchaki aldovchi narsalardir, lekin haqiqiy baxt va saodat Allohning huzuridagina bo'ladi. Dunyo ko'p vodiylarga bo'lingan. Siz qaysi vodiydasiz? Dunyoda turli xil vodiylar bor. Taom va ichimlik vodiysi, kiyim va ziynat vodiysi, mol davlat va tijorat vodiysi, nikoh va shahvat vodiysi, obro' e'tibor va martaba vodiysi. Kimning barcha g'am tashvishi faqat oxirat bo'lsa, Alloh uning dunyo tashvishlarini ham yengillashtiradi. Ammo kim dunyoning ko'p vodiylariga berilib ketsa, Alloh uni o'sha vodiylardan birida halok bo'lishga tashlab qo'yadi. Hadisda barcha gaplarning xulosasi bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: kimning niyati oxirat bo'lsa, Alloh uning qalbini boy qiladi, ishlarini tartibga soladi va dunyo unga itoatkor holda keladi. Alloh uning qalbini boy qiladi, ya'ni unga qanoat va rozi bo'lish tuyg'usini beradi. Ishlarini tartibga soladi, ya'ni u hayotda tinch va osoyishta yashaydi. Dunyo unga itoatkor bo'lib keladi, ya'ni dunyo rizqlari unga o'z-o'zidan yetib boradi. Ammo kimning maqsadi faqat dunyo bo'lsa, u quyidagi musibatlarga duchor bo'ladi. Alloh qashshoqlikni uning ko'z oldiga qo'yadi, ya'ni u doim qashshoqlikdan qo'rqib yashaydi. Uning hayoti parokanda bo'ladi, ya'ni uning hayoti notinch va xotirjamsiz bo'ladi. Unga faqat o'ziga berilgan rizq beriladi, ya'ni u qancha harakat qilmasin, unga faqatgina Alloh belgilagan narsa beriladi. Ramazon dunyoni qalbdan chiqarish uchun ajoyib imkoniyat. Ramazon oyini quyidagicha o'tkazing. Nafs bilan kurashing, ko'proq zikr va ibodat qiling. Shahvat va gunohlardan voz keching. Oxirat ruhida yashang. Alhamdulillahi robbil alamin.